Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizda Farg'ona viloyati Rishton tumani To'da qishlog'iga olib kelib o'rnatdik. Juda chiroyli chiqdi bu high-tech fasondagi darvozamiz. Eniga 320, bo'yiga 235 razmerga o'rnadi. Tepasida bolag'onali uy bo'lganligi hisobiga kichikroq bo'ldi bo'yi. Juda chiroyli chiqdi bu darvozamiz. Darvozamizda 1 kvadrat metrini 1.300.000 so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. 2 qavatli variantda high-tech fasonimiz. Stoykalari 10 profil bo'ldi. 2,5lik stenada. Taglari shivillar, tepalari 10/5 profil. 2lik stenada bo'ldi, tepasidagi 10/5 profili. Ichidagi profillari 6/4, 1,5lik stena, listlari 2lik listda. Mana nejvinkalari qora nejvinkadan qo'yilib. Juda chiroyli holda o'rnadi. Darvozamiz orqa holatlarini ko'rsatsak. Darvozamiz orqa holatlari, orqalari ham tekis, juda chiroyli holatda o'rnadi. Zamoklarimizga kelsak, zamoklarimiz sharday o'rnatilgan zubur zamok. Ochilib bekilishlarini ko'rishlaringiz mumkin. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Hamda kanalimizda yangi bo'lsalaring, obuna bo'lib, like tugmachasini bosib, videomiz keng tarqalishiga hissa qo'shasizlar degan umiddamiz. Xudo xohlasa obuna bo'lsalaring, keyingi bir qo'ygan videolarimizni ham bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Kraskadan oldingi, kraskadan keyingi holatlarni qo'yib borishga harakat qilamiz. Kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Darvozamiz kraskalariga kelsak, kraskalar Deo kraska bo'ldi, mokra asfalt rangda. Tagiga gruntovkalargacha sepib, lakigacha 4 slop xudo xohlasa, kraskalar garantiya 4 slop kraska bo'lgan. Anchadan beri shu kraskadan foydalanyapmiz. Yaxshi, xudo xohlasa zanglab kraska tashlagan holatlari bo'lgan yo'q. Hurmatli aka-ukalar, bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.